Guardiola chempionlikni boy bergandan so'ng nimalar dedi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola mavsum yakunlaridan so'ng kelgusi mavsum haqida fikr bildirdi. Ispaniyalik mutaxassis Angliyadagi faoliyati davomida ilk bor jamoasini 2 mavsum ketma-ket Angliya chempionati g'olibligini qo'lga kirita olmadi. Bu mavsumda shaharliklar chempionlikni Arsenalga boy berdi. Oxirgi turgan bir tur oldin Bournemouth bilan 1-1 hisobdagi durang ularni oltin medal uchun imkoniyatni yo'qqa chiqardi. Guardiola bu holatga qaramay jamoaga ishonch bildirdi. Kelgusi mavsumda biz qaytamiz. Manchester City yana qaytib keladi. Biz jamoa bilan oxirigacha kurasha oladigan darajaga chiqish uchun harakat qilamiz. Ba'zida yutasan, ba'zida esa raqiblar juda kuchli bo'lgani uchun yutqizasan. Biz yana g'alaba uchun intilamiz dedi bosh murabbiy. U o'zining yaqin vaqt jamoadan ketishi haqida savollarga ham aniq javob bermadi. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Pep Guardiola Citydan ketadimi yoki qolgani ma'qulmi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.